Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, Biton mahallasidan sizlar uchun akalar qo'zni haqiqiy zo'rlarini, elitalarini, akalar o'zi to'laydigan simjon, mana shunaqa go'zallarni akalar ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Videoni boshidan bitta like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldiraylik. Akalar hammamiz xonadonimizga mana shunaqa sifatli Qashqadaryo, Surxondaryo chorva mollaridan Alloh nasib qilsin. Endi akalar ko'rib turibmiz, bu qo'zlarimiz juda sifatli, yung sifatlari akalar o'shanda simjon o'zi to'laydigan variantdagi poychalari akalar qalin suyaklari yo'g'on, maza qilib olgan akalarimiz xudo xolasa 5-10 yil mol qilaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan juda sifatli mana shunday qo'zilar sotuvga kelibdi. Mana shu qo'zilarimizda akalar hamma ma'lumotlarni xudo xolasa egalari bilan birgalikda sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldirib, Alloh hammamizga nasib qilsin degan bir so'zlarni yozib ketishingizdan chiqmasin. Allohga oson akalar bunaqa sifatli, yaxshi qo'ylardan xonadonimizga minglab, millionlab nasib qilsa. Bo'lmasa akalar mana shunday qo'zilarimizda hamma ma'lumotlarni xudo xolasa sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan faqat chiroyli niyatlar, bizdan bo'lsa akalar mana shunaqa sifatli, katta qo'zilardan ko'proq ko'rsatish bo'ladi. Bo'lmasa akalar biz ishimizni boshladik. Bismillah. Otabek o'rni yaxshimisiz? Charchamay, sog'ligingiz zo'rmi? Ishlaringiz zo'rmi? Joningiz sog' bo'lsin. Haqiqatan zo'rlari, ranglari kashdan o'zi baquvvatlar kelibdi-ku bugun. Legendalar keldi, Suhrobjon, yetuk qo'zlar keldi. Akalar mana ko'rib turganimizdek qo'zning haqiqiy udarlari, yetuk bir-biridan chiroyli akalar, quloqlari uzun, yuzlari qora bet hisorlar akalar yetib kelibdi. Endi bu yerda hozir necha bosh qo'yimiz bor? Suhrobjon, bu yerda 24 bosh qo'yimiz bor. Aha. 18 tasi urg'ochi, 6 donasi qo'chqorcha. Yashang. Akalar haqiqiy qo'y so'ragan akalarimiz juda ko'p edi. Bizga urg'ochisidan kerak degan akalarimiz uchun mana 18 bosh akalar, urg'ochisi 6 bosh urug'ligi o'zi bilan. Endi hozir ko'ramiz, haqiqatan zo'r. Sariqlari ham juda chiroyli chiqqan, bo'ylari ham, holatlari ham zo'r qo'zlar ekan. Bularni yosh oyliklari qanaqa endi? Suhrobjon, bular sentyabr, oktyabrda tug'ilgan qo'zlar hammasi. Sentyabr, oktyabrda qo'zlar. Haqiqatan bu juda shor qo'ylar ekan, sog'lom bo'lsa kerak edi bular. Suhrobjon, bular tog'da yurgan, o'zi odam qo'li tegmagan. Tug'ilib mana shuncha bo'lishiga qadar o'zi odam uni ushlab ko'rmagan hech kim. Gap yo'q, mana. Shuncha sharq qilib bular. Akalar mana ko'rib turganimizdek, mana shunday shor, o'zi sog'lom, baquvvat, akalar uncha bir ikkita yosh yigit ham yeta olmaydigan chopag'on mana shunaqa qo'zilarimiz sotuvda. Bularni endi hozir quloqlari ham deyarli bir xil hammasiniki. Suhrobjon, bashta 60% butun o'zi. 60% quloqlari bir xil. Qo'yida Suhrobjon. Yashang. Mana akalar, 60% bir xil enda turibdi. Kezilmagan, to'g'riroq quloqiga tegilmagan mana shunaqa chiroyli qo'zilarimiz. Bularning hozir bo'ybaslari ham ancha baland ekan. Suhrobjon, 65, 70, 75 gacha olishaversin. 65 dan 75 gacha, to'g'rimi? Shunday. Mana akalar, eng pasti ham 65, unday olib qaraganda 70 plus deb olsalaringiz ham bo'laveradi akalar, o'rtasini olgan holda. Bu qo'zlarimizda akalar e'tibor beringlar, haqiqatan sifatliligi, bellari tekis chiqqani akalar, bo'rtib qolmaganliklari haqiqatan tahsinga sazovor. Mana shunaqa bir donagina mana bunaqa oqi ham bor ekanda. Suhrobjon, mana shu obunachilar o'tgan safar videolarimizga so'rab bir dona mana shu Amir qo'zidan ham topib keldim. Mana akalar, Amir qo'zi, Buxoroning o'sha mashhur zotidan. Shunday, mana. Gap yo'q, mana akalar. Ko'rishursiz mana. Bu qo'chqorchami deyman? Qo'chqorcha, mana. Quloqlarini ham qarang Suhrobjon mana. Uzunligiga qaranglar akalar. Quloqlari ham quloq. Yashang. Akalar, o'sha mashhur Buxoroning Amir qo'zisi bor, o'sha qo'zini to'g'rirog'i zoti bor, o'shandan bitta qo'zini zo'r akalar. Bular haqiqatan zo'ri, hisorni ichiga ham o'zini uyg'otmaydi-ku bular. Yo'q. Yashang. Zot olaman deydiganlar mana shu hisoriga chatishdi Suhrobjon, aynan shuning uchun olib keldim. Juda zo'r, zoti juda tozasi. Oppog'i badallar akalar tekisi. Bo'lmasa bunday qilaylik, hozir bu qo'zlarimizni maqtasak bir kunimiz yetmaydi. Bularning asosiy joy masalan gaplashib olish kerak bo'lgan joylari bor-da, sog'ligiga garantiyani berdingiz. Suhrobjon, sog'ligi 100%. Aha. 18 ta urg'ochisi bor, urg'ochilarning ichiga Suhrobjon 4 jup egizchisi bor. Soni 8 ta, jupiga 4 ta. Yashang. Akalar, 18 taning ichiga 4 bosh mana shunaqa 4 komplekt dedingizmi? 4 jup, soni 8 ta. Mana akalar, 8 ta akalar egizchisi ham bor ekan. Mana ko'rib turganimizda yugurib, yelib mana shunaqa qo'zini zo'rlarini akalar sizlarga ko'rsatib turibmiz. Bo'lmasa buni qarang, hozir dastavkasini ko'p kishi so'raydi-da bizdan. Dastavkasini qanday qilishadi, bizga qilib berishadimi deb kommentariyalarda ham yozishyapti. O'zi to'g'risini aytay, uncha ko'p kommentariy o'qimasdim. Bir 2 kundan beri kommentariyalarga qiziqib qolganmiz. Shu dastavkani ko'p kishi so'rayapti. Shu dastavkani qanday qilamiz? Dastavka Suhrobjon narxini aytaman, o'sha narxga O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. Bir joyda olish kerak. Demak, bir qo'lga olaman degan akalarimizga muammo bo'lmaydi dastavka. Muammo bo'lmaydi. Yashang. 5 tagacha olish kelgan Suhrobjon Samarqandgacha shu pulga dastavkasini qilib beraman. Demak, 5 ta olganga ham narxiga plus minus bo'lmaydi.
dastavkasi bor, to'g'rimi? Shunda, endi tayoq tashlariga plyus minus bo'lmaydi Suhrobjon. Agar ichidan tanlashsa plyus minus Ha, bo'ladi. shunaqa. Akalar ichidan terib olarga endi butun O'zbekistonda shu qoidada ishlanadi akalar. Ichidan terib olganga plyus minusi bor, 1-2 so'm plyus bo'ladi. O'zlari chiqarib bersalar, minusiga ham qilishaveradi. Buni narxini qanday qilamiz? Narx Suhrobjon, oldi qochib ko'ring, yo'q, zo'r qo'zi olib kelman deb bahosini osmonga osib tashlamaymiz Suhrobjon. Ha. Bir joyda olishadigan akalarimiz bo'lsa Suhrobjon 4 milliondan berishsin, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Yo'q, 4 million demang, 4 million baland bo'ladi buni. Hozir endi Suhrobjon qarang, juda zo'r qo'zida, men qo'chqorlarni ham qarang Suhrobjon. Nasibda qo'zi hammasi. Qo'ziku zo'r, qo'zida bir aybni ko'rmadik endi. Yo'q-ami aybi? Mana akalar ko'raverasiz. Haqiqatan yaxshi etlari ham, bo'ylari ham. Mana shuni egitcha sherigi bor Suhrobjon, urg'ochi. Gap. Bir erkak, bir urg'och sherigi bor. Akalar, mana ko'rib turibmiz 4 million baho qo'yishyapti, lekin sal baland deyapman. Buni bunday qilaylik, hozir 35 dan qo'yaylik. 4 million bekor, unaqa narx yo'q-ku. Yo, mayli Suhrobjon, men o'zim bozorlarni yoritib beryapsiz. Kanalingizga mana shunaqa qo'zlardan har kuni hech bo'lmasa 5-6 parta qo'yapsiz. Bor. Endi o'zim realni ko'rib turibsiz, qo'zini 3,5 milliondan O'zbekiston bo'ylab qayerga bermasa kerak. Bermaydi. Endi siz ham 4 million deyapsiz, biz ham bir narsa so'rayapmiz. Ya, mayli 4 million sotmayman, Suhrobjon o'zi beraman. Buni bunday qilaylik. Hozir 3 million 600 qo'yaylik, mayli 3,5 bekor mayli. Shuni oladigan akalarimiz baraka topib mol qilsin. Ya, Seriyoz, hozir 4 million baland bo'ladi, unaqa narx yo'q-ku. Bo'pti, Suhrobjon 50 mingdan o'tib beraman. Ya 50 ming demang. Bo'lsa elimizga, xalqimizga bo'lsin. 50 ming baland, 50 ming. Qo'zlar hammasi vobshe shikab, zo'r qo'zlar. Ya zo'r, mayli, qo'zi zo'r, qo'zini yomonlagan odam, mol tushunmaydigan odam. Hozir mana shu qo'zini ham kelib turib, bo'lmaydi degan akalarimiz bo'lsa, ya u qo'yni tushunmaydi deb o'ylayman-da. Shuning uchun keling, bunday qilaylik. Hozir bitta narx qo'yaylik, baland, u juda 4 million baland. 3 million 700 dan bering, shuni oladigan odam baraka topsin. Suhrobjon, lekin qo'y qilaman, mana shu hisori qo'ziga qiziqqan, shu qo'y qilaman deb niyat qo'ygan obunachilarimiz bo'lsa, telefon qilishursin Suhrobjon. Qo'zlarni juda o'dar kelgan. Ya, buni endi ko'rgan ko'zga juda yoqyapti, men o'zimga ham yoqyapti. Shuning uchun aytayapman, kerak emas unaqa 4 million demaylik, shu oladigan akalarimizdan birdan narxi yoqdi, bir telefon qilsak biron narsa o'tib beradilar deb telefon qilsinlar. Hozir 4 million desak, ko'p kishi sal qimmatsiraydimi deyman-da. Suhrobjon 100 ming o'tib beraman. Xo'p, shunda qancha bo'lyapti? 3 million 900 dan dastavkasi ichida bo'lyapti. Ya, bo'lmaydi, 3 million 900 dan baland. 3 million 900 dan baland. Suhrobjon, men keling bitta narx aytaman. Mayli, olishsin, bo'lsa elimizga, xalqimizga bo'lsin. Erta otangga rahmat deyilsa bo'ladi Suhrobjon. Bir joyda olishadigan obunachilarimiz bo'lsa, 24 tasini 18 ta urg'ochisi, 6 ta qo'chqori va ichiga 4 jup egichisi bor. Shu bilan 8 dan berilsa, bir joyda olishadigan obunachilarga O'zbekiston bo'ylab dastavka. 3 million 800 dan yana o'tib beramiz, telefon qilganlar. Telefon qilsa, o'zim sunnat hayriga rozi qilib o'tib beraman. Bu boshqa gap. Akalar 3 million 800 ming so'm yaxshi narx, bemalol kelaverasizlar ustiga. Yana ham 1-2 so'm o'tib beriladigan joylari bor ekan. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Biton mahallasidan, sizlar uchun mana shunaqa kashdan, o'zi zo'r, baquvvat akalar qo'zilarni, baquvvatlarini topdik. Bir dona ichida mana shunday amir qo'chqori ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bugun akalar sanamiz sizlar uchun 19-may sanasi bilan qo'zilarni, zo'rini, gigantlarini ko'rsatib turaman.